Assalomu alaykum. Mana bugun bahor gullaridagi landshaftli zonani sizlarga ko'rsatmoqchi edim. Bu yerda mana qish, hamma o'simliklar bayn tashagan. Va mana ko'rsanglar bo'ladi. Akkuratni, chiroyli landshaftli dizaynimiz qishda ham chiroyli bo'lib turibdi. Albatta bunga birinchi o'rinda biz parvarishga ahamiyat beramiz va parvarish paytida har bitta o'simlikka forma beramiz, ya'ni kesamiz. Yo'masam kesilmagan o'simlik bahorda o'zini shaklini yo'qotib, yovvoyilashib, o'sishni boshlaydi. Mana bu yerda violalarimiz ekilgan va uni tagida lolalar ekilgan. Bahorda martda o'rtalarida mana shu lolalar juda ham chiroyli ochiladi. Hammanglarni taklif qilamiz bahor gullarini showroomiga. Bu yerda esa yam-yashil shamshotlar har xil shaklda, 3 xil formada, razmerda va mana bunaqa logistromeya indiyskiy siren ekilgan. Bular esa bahordan keyin yozda gullashni boshlaydi. Landshaftga alohida e'tibor berganmiz va bugungi kunda bu landshaftimizda bahordan to kech kuzgacha har xil o'simliklar gullashni boshlaydi. Agar sizlarga ham mana shunaqa kreativniy yechimlar kerak bo'lsa, bahor gullariga murojaat qilinglar va albatta mutaxassislarimiz didingizga qarab, xohishingizga qarab dizayn yaratib beradi.